Tong saharda toza havo bor. Anu bolaga toza havo kerak. Piyoda yurish kerak. Oyijon, kech payt ham toza havo bo'ladi-yu, o'sha payt chiqa qolaylik. Voy, tursang-chi. Namuncha dangasasan, qizim? Uchrashuvga chiqdingmi? Chiqdim. Gaplashdingmi? Yo og'zingga talqon solib o'tirdingmi? Yo'q, gaplashdim. Qalay ekan? Zo'ra, chiroyli-a? Oyi. Sizga yoqsa bo'ldi. Menga yoqish shart emas. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Nima edi? Keyin o'sha dono qizingiz o'sha nazokatda men uchun yolladimi? Yolladi. Sir bo'lmasa nech pulga sotdi? Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Men qamoqxonada kitob yozaman shekilli. Erkaklarni o'zi hammasi shunaqa. O'zi ayollarni to'riga tushadi, aldangisi keladi. Xotinim yomon. Xotinimni sevmaganman, balo edi, battar edi deb ko'chadagi ayollarga elakishadi-da. Keyin sen meni ishonchimni oqlamading deydi. Oldin o'zing oqla birovni ishonchini. Yig'ishtir safsatayni. Yoqmaydi. Sochingni torasigacha hammasi yolg'on. Sen meni xonavayron qilding. O'sha Manzuraxon bilan shartnoma qilding-ku. Ajab bo'pti. Agar siz menga e'tibor bermaganingizda, ilakishib qolmaganingizda hech nima bo'lmas edi. Ilakishmang edi, qaramang edi. Bilasanmi, bir rivoyat bor. O'tmishda qal'ada yog'iy bosib kelganda dushmanga taslim bo'lmaslik uchun hamma yo'l yopiladi. Bir oy o'tadi, 1,5 oy o'tadi. Har bir inson sabrli emas. Ana o'shanda davrda ham o'sha shohning farzandi, Erkatoyi, Malika dushmanning gapiga, yolg'oniga uchib darvozani ochib berib bir millatni boshiga yetadi. Parokanda qilgan yosh bolalarning o'limiga, qariyalarning o'limiga sabab bo'lgan. Chunki u o'zini nafsini qondirish uchun. Ana, bilarkansiz nafs haqida rivoyatlarni. O'zingizni nafsingiz yo'lida farzandlaringizni yo'q qildingizmi? Xotiningizni ko'chada qoldirdingizmi? Bu rivoyatni har kuni yotishingizdan oldin bemalol o'zingizga aytib berishingiz mumkin. Oilasini, farzandlarini hurmat qilmagan erkakdan men nimaga tushim mumkin? O'zimnikini oldim, ketdim. Bo'ldi. Men kameraga borishni xohlayman. Yana bitta gap bor. Har kim boshiga yoqqan qorni o'zi kuraydi. Unda kurab o'tiring. Bundan keyin Xudoyim ko'rib turibdi. Yomon bo'lsam, men jazoim olaman. Xudoyim senga o'z jazosi bordir. Xudoga sap qo'ydim. Oq yo'l. Gaplashib oldingizmi? Qani, keling, o'tiring. Gaplashdim. Keling. Shifoxonaga qaytaylikmi? Yo'q. Ofisga boramiz. Ish bilan chalg'ishim kerak. Unda men sizni bir joyga olib boraman.
Qayerga? Borganda ko'rasiz. Uchrashuv sizga ancha qimmatga tushishini bilardim. Bilasizmi Nosirboy? Men hayotimda yomon odamlarni juda ko'p ko'rdim. Ammo shayton ayolni birinchi marotaba ko'rishim. Tavba, o'z nafsi uchun hamma narsa qilishga tayyor. Pulli quli bo'lgan insondan qo'rqish kerak ekan, Nosirboy. To'g'ri aytasiz. Hozir odamlar vahshiylashib ketgan. Mana shu eng yomoni. Odam pulga qul bo'lish kerak emas. Qaytanga pul odamga xizmat qilish kerak. Nosirboy, pulda qudrat bor deb o'ylardim. Yanglishgan ekanman. Pul o'z egasiga xiyonat olib kelar ekan. Dushmanni orttirar ekan. Oilasini parokanda qilar ekan, barbod qilar ekan. Yoshim 70 ga to'lganda ko'p haqiqatni tushunib yetdim. Bir umr ishonib kelgan narsalarim aslida yolg'on narsa ekan. Noto'g'ri yo'lda ekanman. Shunaqa. Voy. Bo'ldi, oyoqlarim og'rib ketdi. Nafas olsam qaynoq havo ichimga kiryapti. Hech narsa qilmaydi, qizim. Chuqur-chuqur nafas ol. Mundoy ichingda 5 gacha sanab tur, keyin sekin havoni chiqar, qizim. Oyijon, uyga kirib yotgim kelyapti. Obbo, yotmaysan, yurish kerak. Yuramiz. Qon aylanish kerak-ku, qizim. O'zimni dangasaligimni bilaman, lekin nima qilay? Charchab ketdim-da. O'zichi, qudam seni ismingni Qimmatoy deb qo'yishlar kerak edi. Qimmatoy. Chaqadingmi? Suv ichasanmi? Do'kondan suv beraymi? Yurish kerak, qizim. O'tirganing bilan foyda yo'q. Qani tur. Tur, yuramiz. Bo'la qol. Yura qol, qizim. Bo'la qol. Sen rahmat degin. Qani 1 2 egil demayapman. Bo'ldimi? Ancha o'zingizga kelib qoldingizmi? Ha, o'zimga keldim. Ancha o'zini oldirib qo'yibdi. Lekin bildirmayapti. Qochib ketaman deb o'ylagan bo'lsa kerak-da. Bo'lishi mumkin. Har bir ishni javobi bor. Jahongirga rahmat. U bola ancha ziyrak ekan, menga yordam berdi. Bo'lmasa rasvo bo'lishim aniq edi. Bu Abzalga ham rahmat aytib qo'ying.
bu ishlarni tepasida shu afzal turibdi. Shu bolani otasiga ming rahmat. Siz o'zi shunchalik yomonlik qilsangiz ham yaxshilik bilan javob qaytardi. To'g'ri. Men unga nisbatan nohaqlik qildim. Aybimni tan olaman. Qaytib kelsa, uzrimni ham so'rarman. Qani, ketdik bo'lmasa ishga. Ketdik. Opani Moskvadan tutib olib kelishganidan xabaringiz bormi? Ha, G'aybulla aka aytdilar. Tergov boshlangan. Xadimay sizni ham chaqirib qolishadi. Chaqirishsa boramiz. O'sha nazokatning ko'ziga bir qarab kelishi. Istasangiz birga boramiz. Bizni ko'rib, mazasi qochsa kerak-ku. Ha, ikkalamizdan qutulmoqchi edi. Ana, o'zi tutildi. Necha yil berishar ekan o'zi? Kamida 5 yil. Agar qo'limdagi barcha dalillarni bersam, balki undan ko'p. Oilaviy qamalarmikin? O'g'li kirib ketishi aniq. Chunki seyfdan pulni o'g'irlashda o'g'lining qo'li bor. Kelinni bilmayman. Shunaqa. Ahmoq ayol. Nimaga erishdi o'zi? Oilasini xatarga qo'yib, kerakmidi shuncha narsa? Buni boylik vasvasasi deydi. Shunaqa. Dadamga ham qiyin. Dildor, opa, ukangiz yo'qmi? Ukam bor, faqat Amerikaga ketib qolgan. 3 yildan beri kelmaydi. Nimaga kelmaydi? Bilmayman. O'sha yerda qolarmish. Dadamni chaqiryapti u. Lekin dadam bormaydilar. Hey, odamni yolg'iz qolishdan boshqa azobi yo'q. Siz ham dadamga rozi bo'lmadingiz. Voy, Dildor, o'zlariga munosib, yoshi kattaroq birortasi uchrab qolar. Biz bir-birimizga umuman to'g'ri kelmaymiz-ku. Ha, mayli. Chaqirtirdingizmi? Ha. Jahongir keldimi? Yo'q, hali kelmadilar. Nimaga kelmaydi bu bola? Kesaxonamga kirsin. Chaqiring. Xo'p bo'ladi. Labe Sodiq Turg'unovich. Ha, ko'rjursanmi, qayerdasan? Topshiriqingiz bilan chiqib ketgandim. Xo'sh, nima bo'ldi topshiriq? Gaplashdingmi? Ha, gaplashdim. Xo'sh. Kelar ekanmi? Yo'q, kelishmas ekan. Hey, men 3 baravar beraman. Shu gaplarni aytdingmi, aytmadingmi? Tushuntirdim. Xo'sh. Opa kerak emas deb aytdi. Meni itdek haydagan odam oldiga pul uchun bormayman dedi. Shunaqa dedimi, ha? Ha, shunaqa dedi. Pul ham kerak emas ekanda, ha? To'lib qoldimi? Kerak emas ekan. Oqibat puldan ustun dedi. Ha. Men qara, so'ramadingmi? Shu Afzalboyevich qancha maosh berayotgan ekan Tamara Bonuga? Hech qancha. 2 oydan beri tuzukroq maosh bermayotgan. Ana. Nima bo'la tomib ketganmi deyman, ha? Tekinga ishlab yurgan ekan, tekinga. Bilmadim endi. Jahongir. Labbe. Men bu odamlarni-chi hech tushunmadim. Pul uchun bir-birini sotadigan to'g'ri bo'lsa hozir. Nega u sotilmayapti, tushunmayapman. Chunki sadoqatlar evaziga
xo'rlik olishgan. Shuning uchun qadrini puldan ustun qo'ygan. O'zingiz bilasiz, biznesda muhimroq qadriyatlar bor. Bo'pti. Aqlli gaplarni gapirma menga. Ertadan bo'lsa ham topib kelasan, tamam? O'zim bormasam bo'lmaydi. Afzalni olib kelishim shart. Qanaq qilib bo'lsa ham. Raqamlarga qarasak, ishlarimiz uncha yomon emas. Agar sotuvimiz yaxshi ketadigan bo'lsa, uzog'i bilan bir oyda foydaga kiramiz. Ha, buning uchun target yoqtirishimiz kerak. Bankni pulini ham muddatidan avval yopamiz. Shunda soliq to'lamaymiz. Ha, xudo xohlasa yana 2-3 oyda biz ko'zlagan maqsadga yetamiz. Xudo xohlasa. Qiyinchiligimiz ancha ortda qoldi. Firma ham mana asta-sekinlik bilan oyoqqa turib olyapti. Men u kunlarni hech qachon esdan chiqarmasam kerak. Hammadan ham o'zi sizga ko'proq qiyin bo'ldi. Ham oilangizda, ham ishda ko'ngilsizliklar bo'ldi. Mayli, hammasi yaxshilikka. Bir sinov kelsa, har tomondan siqib qo'yar ekan. Shukrki, yonimda faqat sizlar turib berdinglar. G'aybulla aka bilan siz yelkadosh bo'ldinglar. Bu yaxshiliklarni hech qachon unutmayman. Qo'ysangizchi, Abzal. Biz hech narsa qilmadik-ku. Hammasini o'zingiz uddaladingiz. Meni ular sindirmoqchi bo'lishdi. Lekin sindirisha olmadi. Biz yengib chiqdik, Tamar opa. Ha, yengib chiqdik. Ha. Ye. Keling. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Feruza Shodiyeva, siz oldingizga kelishdi. Jonga tegishdi. Sizni kutib turishib olib chiqishim kerak. Bo'ldi-da endi o'z holimga qo'yinglar. Chiqmasangiz bo'lmaydi, bu buyruq. Kim ekan? Bilmadim, bir erkak. Chiqing. Qo'lingiz. Ketdik. Sodiq Turunovich, tinchlikmi? Nimaga ikkilovlaring? Men bergan taklifni mensimadilaring, ha? Hovliqmang. Keling, o'tiring, gaplashamiz. Nima? Chol qarib, miyasi aynab qolgan deb o'ylayapsanlarmi? Menga shu yerda qolgan yaxshiroq. Firmangizga qaytmayman. Tamaraxon, ancha o'zgarib qolibsizmi? Salom ham bermading. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bor menga ko'chadan olib kelgin. Men sizga nazokatxon emasman yoki kotibangiz emasman. Hozir qizlarga aytaman, olib kirib berishadi. Ayting, olib kirib bersin. Keling, Xo'p. o'tiring. Keling, keling. O'zingiz kelay debsiz-da. Boya Jahongirga aytadigan gapimizni aytib bo'lgandik. O'zim keldim. Chunki sen bilan gaplashib olishim kerak. Xo'p, lekin nimani gaplashamiz? Siz bilan hamkor bo'lmasam,
gaplashadigan gapim yo'q. Bor. Men sendan uzr so'ramoqchiman. Qani keling. Oo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi deganmiding? Buni qarang. Kelarkan. Seni bu yergacha olib kelishi o'zi bo'lmadi. Oxiri olib keldik. Ha. Zo'rsiz. Buni har doim bilardim. Chapakchalardimu, lekin ilojim yo'q. G'aybulla Hamid, Feruza Shodiyevani taniysizmi? Taniganda qandoq? Bor budimni shilib ketgan ayolni tanimay bo'ladimi? Xo'sh, sizni qanchaga uxlatgan opa? Bitta yakka saroydagi uyimni nomiga o'tkazib olgan. Yolg'on. O'zi sovg'a qilgan. Ha, kayfda. Sen ichirib qo'ygan dori ta'sirida nima qilayotganimni o'zim ham bilmaganman. Malibu mashina oldirgan. Keyin bankdagi pullarimni ham yechib ketgan. Nimaga ichki ishlarga xabar bermagansiz? Men ochig'i ariza bilan murojaat qilganman. Lekin mana buni akalari ishni bosti qilishgan. Hammasini bunga to'g'rilab hukm chiqarishgan. Men narsalarimni qaytarib ola olmaganman. Demak, siz ichki ishlar xodimlaridan norozisiz. Qarorni noto'g'ri deyapsiz, ha? Yo'q. Ular ichida ham senga o'xshagan nafsini qullari ko'p. O'z xizmat vazifasini suiiste'mol qiladiganlar. Ana o'shalar senga yordam berishgan deyapman. Mayli, bu ishni ham o'rganib chiqamiz. Feruza Shodiyeva, siz bu odamning mol-mulkini o'zlashtirganingizda tan olasizmi? Yo'q. Yo'q. O'zi bergan. Hammasi qonuniy. Isbot dalillari yo'q. Charchab ketdim-ey. Voy, shunaqa charchadim oyijon. Biram erkada, mana shaftolicham. Hech ham bunaqa piyoda yurmaganman. Hozir 10,000 qadam degan dastur chiqqan. Bilasanmi? Agar o'shani telefoningga o'rnatib yursang, davlat senga pul to'laydi. Odamlarni piyoda yurganini davlatga nima foydasi bor? Borda. Sog'lom xalq bo'lsa, sog'lom millat ko'payadi. Men ham bekordan bekorga seni piyoda olib yuryapmanmi? Sog'lom farzand dunyoga keltirgin deyapman. Sog'lom navaramni qo'limga olay deyapman, qizim. Tushunarli. Pulni o'g'lingizdan olaman. Shuncha piyoda yurganimni haqqini kimdir to'lash kerak-ku. Biram pishqsan-ey. Ol. Farhoddan ko'proq pul ol. Keyin ikkalamiz mazza qilib shopping qilamiz. Sizni zo'r restoranga olib boraman, oyijon. Kelishdik.
Bilasanmi nega seni ketingdan quvdim? Birinchisi, farzandlarim bilan meni teskari qilib qo'yding. Meni farzandlarimdan ajratding. Ikkinchisi, meni jonimga suiqasd qilding. Agar mana shu ikkita masala bo'lmaganda, men seni quvib o'tirmasdim. Mana bu safar hunaring o'tmadi. Nima? Chol aqlli chiqib qoldimi? Advokatimsiz boshqa hech narsa gapirmayman. Sendaqa ayollarni maydonga olib chiqib, gulxanda yoqish kerak. Bo'lmasam, mendagi ayollarga ilakishmaylar. O'zinglar xotin deb o'lib qolasizlar. O'zinglarni yaxshi ko'rsatish uchun sovg'a salomlar, uylar, mashinalar, tilla brilliantlar. Keyin u ayol sal muhim ish qilsa yoki o'zini tanlasa, u ko'zinglarga dushmandek ko'rinadi. Sal mard bo'linglar yoki men sizga pichoq tiradimmi? To'pponcha tiradimmi? Uyingizni berasiz deb urdirdimmi sizni? O'zingiz-ku, jonim, hayotim, sizsiz yasha olmayman, uyimiz bo'lishini xohlayman deb o'zingiz sovg'a qildingiz, men qabul qildim. Mardlik oxirigacha bo'lsin, pastlarga o'xshab ustimdan yozib o'tirmangda. Davlat adolatli hukm chiqaradi. Mayli, isbotlashsin. Advokatlar gaplashsin. Keyin ko'ramiz. Seni qamoqqa tiqmaguncha tinchimayman. Mayli. Mol-mulkimni qaytarib ola olmasman. Lekin qamatmagunimcha qo'ymayman. Keyin ayollar haqida gapirding. Erkaklar haqida gapirding. Hamma ayol ham senga o'xshagan emas. Hamma erkaklar sizga o'xshagan emas. Hamma o'ziga yaxshi ayolni qidiradi. Yaxshi ayolni qidirmaysizlar. O'zingizlarga udobni bo'lgan yangi ayollarni qidirasizlar. Yaxshi hayot qidirasizlar. Sizlarni hamma sevsa, atrofingizda parvona bo'lib jonim, jonim, jonim desa, hamma narsani unutib. Endi bu falsafani panjara ortida targ'ib qilasiz. Sizga alam qilyapti boshqa erkakni tanlab ketganim. G'aybulla Hamidov buguncha yetadi. Mana bu qog'ozga qo'l qo'yib bering. Sizga sud kunini xabar beramiz. Qani yuring. Bo'pti, Malikam. Omon bo'l. Salomat bo'ling. Ehtiyot bo'lib yuring ko'chalarda. Xo'p bo'ladi. Pas. Agar kechira olsang kechir. Ta'olaman. Senga nohaqlik qildim. Dilingni og'ritdim. Oilangdan ajratib yubordim. Qaynotang bilan urushtirib qo'ydim. Xullas, noma'qul qilgan ishlarimni tan olaman. Men sizni allaqachon kechirganman. Siz buni o'z xohishingizcha qilmadingiz. Ana va ayol sizni boshqardi. Hammasiga o'sha aybdor. U kelib, butun boshli firmani parcha-parcha qilib ketdi. Ikkalamiz ota-boladek edik. Munosabatimizni buzishdi. U hammani atrofingizdan haydab, o'zi hamma mol-mulkka ega chiqmoqchi bo'ldi. Ammo ko'rib turganingizdek erisha olmadi. Xullas, hammasi uchun rahmat. Agarda senlar menga yordam bermaganlaringda, men hozir hech vaqosiz qolgan bo'lardim.
ustozlik hurmatingiz shu ishni qildik. Chunki to'g'risi sizdan ko'p narsani o'rganganman. Sen oldingda hijolatman. Hijolat bo'lmang. Mana oilam bilan ham yarashib oldim. Hammasi joyida. Firmaning ishlari ham joyida. Senga ataganim bor. Nima ekan? Seni firmanga pul o'tkazib beraman. Oyoqqa turib ol. Avvalambor rahmat, lekin kerak emas. Kerak. So'zimni qaytarma. Chunki o'sha pullarni baribir nazokat olib ketardi. Undan ko'ra sen uy qur, biznes qil. Meni duo qilsang bo'ldi. Sodiq Turg'unovich, shart emas. O'zingiz ishlatavering. Bo'pti. Unda bunaqa ish qilamiz. Sen qulayotgan uylaringdan 50 tasini sotib olaman. Ana shu uylarni undan keyin yetim yesirlarga tarqataman. Bo'ladimi? Bu senga ham menga ham foyda. Bir umr namoz o'qimaganman. Zora shu ehsonimni Xudo qabul qilib menga insof berib qo'ysa. To'g'risi, nima deyishni ham bilmay qoldim. Mayli, ustoz, unisiga rozi. Boshqa gap. Bo'lgan gapim unda bo'ladi. Chaqir. Tamara Bonuni. Hujjatlari tayyorlasin. Xo'p bo'ladi. Men charchadim. Bugunga yetadi. Bugun boshqa hech kim kelmasin. Buni iloji yo'q. Hozir yana 2 guvoh kelish kerak. Meni eshityapsizmi? Men charchadim. Ayblanuvchilarning ham haqqi huquqi bormi? Feruza Shodiyeva. Siz haqingizda bilmaganimda yurist deb o'ylardim. Ammo siz Men o'qimagan yuristman. O'tgan safar o'tirganimda jinoyat kodeksini boshdan oxirigacha yodlaganman. Tushlik vaqti bo'ldi. Dam olishga haqqim bor. Bizga ham qolsa tezroq ishni yopib sudga oshirsak. Lekin juda ham ko'p odam jabr ko'rgan ekan, hammasi guvohlik bergani kelyapti-da. Unda navbatma-navbat qabul qilaman. Bu yerda shartni biz qo'yamiz, opa. Hammaning huquqi himoyalanadi, ayniqsa ayollarning. Hamma haq huquqingizni bilasiz-u. Firibgarlik jinoyat ekanligini bilmas ekansizda. Men sizga birinchi kuni ham aytdim-a? Hali isbotlanmagan. Firibgar deyishga haqqingiz yo'q. Fuqaro. Qornim ochdi. Tushlik. Voy. Opa, sizni ham ovoda qildimi? Ha, yo'q. Ovorasi bor ekanmi? Voy. Voy. Ha, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Said aka ajrashganmilar? Shunaqa. Bo'ydoq yashirganlarmi? Hozircha bo'ydoq. Lekin shu uylantirish kerak. Said aka menga akadek gap. O'zi, Said akangizga qanaqa ayollar yoqadi? Bilmadim.
So'rab ko'ring. Yo'q, shunchaki so'radim. Doim qovg'a osilib, jiddiy bo'lib yurganlari uchun. Oilasiz erkaklarning hammasi shunaqa. Chehrasi ochilmaydi. To'g'ri. Oilasiz ayollar ham shunaqa. Mayli. Kiyimlarimni qo'yib kelay. Hozir chiqaman. Bo'ydoq. Juda menbopda. Anu choldan ko'ra 1000 marta yaxshi. Puli ham bor. O'zi ham necha lekin. Dildora. Kiring. Mumkinmi? Keling Jahongir. Aka, bugun tushdan keyin tergovga chaqirilgansiz. Xabaringiz bor-a? Xabarim bor. Sekin yo'lga chiqsa ham bo'ladi. Men bu kunni orzu qilib kutgan edim. Boy bilan kelishib oldingizmi? Ha, kelishib oldik. Boy mendan 50 ta uy sotib oladigan bo'ldi. Nima? 50 ta? Axir o'zini uylari sotilmayapti-ku. Qanaqasiga? Uni uyi sotilmasa ham bo'laveradi. Boyga pul kerak emas. Qurib qo'yib sekin-sekin hazm qiladi. Lekin bizga pul kerak. Chunki aborot qilishim kerak. Ha, bu gapingiz ham to'g'ri. Zerkandan qiladi bu biznesni. Unga nima kerak bor pulni? Nazokat xonim xuddi shunaqa degan bo'lish kerak. Pul hammaga kerak. Pulni ortiqchasi bo'lmaydi, Jahongir. Aynimasa, sasimasa. Ha? Qani unda, ketdik. Nazokat kutib qolmasin bizni. Hozir chiqaman. Kel. Qandamamda o'tir chiq. O'tir. Xo'sh. Nima bo'ldi? Uchrashuvga chiqdingmi? Chiqdim. Gaplashdingmi? Yo og'zingga tolqon solib o'tirdingmi? Yo'q, gaplashdim. Qalay ekan? Zo'ra, chiroyli-a? Voy. Bitta suv bilan qo'ltatib yuboradigan qizday o'zi ham. Undan keyinchi qo'lda hunari bor ekan. Oddiy narsalardan shunaqa qimmat narsa yasar ekan, internetda sotar ekan. Qo'l ishi deb. Bilding, bekor o'tirmaydi. Boqimanda bo'lib, oyoqni uzatib yotmaydi bitta. Senga yordam bo'ladi. Oyi, sizga yoqsa bo'ldi. Menga yoqish shart emas. Unaqa dema, senga ham yoqsin. Siz nima desangiz shu. Yo'q demaysan-a? Yo'q. Onasiga qo'ng'iroq qilaman. Qara, yana qaytib qolsang. O'zingiz bilasiz. Qara. Oldingdan o'tdim. Orqa qaytish yo'q. Alo, eshitaman. Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Xo'sh, qiz poshamiz nima dedilar? Meni o'g'limga rosa yoqibdilar. Shunga qaytib qilyotgandim. Nima bo'ldi? Qizim yo'q, bo'lmaydi deb keldi. Nimaga? Yoqmabdi shekilli. Shunda oydek bolam nimasi yoqmabdi? Bilmadim, nimasi yoqmaganini aytmadi. Voy, tavba, qiz u ishlarni gapirasiz-a. Joy chiqqanda chapitib bervormaysizmi? Oxiri o'tirib qoladi qari qiz bo'lib. Yoshiga bir joyga borib qoladi. Olib o'tiring, bag'ringizga olib. Boshingizga yostiq qiling. Qizdan ko'p bormi? Yalintirmoqchimisiz? Bo'pti. Voy, tavba qildim. Nima dedi? Yo'q deyamish. Voy, tavba, noz qilmay o'l. O'tirib qoladi, ko'radi keyin. Qari qiz bo'lib.
Hey. Sen bir baloni boshlagansan-u. Men nima deyman? Men hech narsa deganim yo'q. Hammasi yaxshi o'tdi. Aniq bir gap degansan. Hech narsa deganim yo'q. Rostdanmi? Ochiqchasiga gaplashib olaylik. Mayli, xo'p, nimani gaplashamiz? Meni xotinim bor. Uylanganman. Onam o'zlari rozi bo'lib olib berganlar. Va yaqinda bolali bo'lishimiz kerak, xudo xolisa. Men xotinimni yaxshi ko'raman. Sizni ham bebaxt qilishni xohlamayman. Siz yaxshi qiz ekansiz. Mendan ham yaxshisiga arziysiz. Ochig'ini aytganingiz uchun sizga rahmat. Faqat bitta iltimosim bor. Men aytganimni oyim bilmasinlar, xo'p? Mayli, xo'p. Men o'zim bir bahona topib olarman. Allo. Hay eshitaman. Said aka, yaxshimisiz? Kim bu, tanamadim? Men Nargizman. Dildora dugonasi. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Boya sizga aytgandim-ku. Salonga kela olasizmi? Nimaga? Dildora ham kelar ekan. O'sha yerda choy ichamiz, gaplashamiz deyapti. Mayli. Dildor kelsa boraman. Bilasiz-ku, eri bitta o'zini qo'yib yubormaydi. Ko'chaga chiqarmaydi. Men bo'lsam ruxsat beradi. Mayli, boraman. Mayli, sizni kutaman. Kechirasiz, kutamiz demoqchi edim. Yaxshi. Bog'chalarda qizil gullar terganda men dedim sen janonlarning janonlari. Sen qayerda kelib qolding? Assalomu alaykum. Yaxshimisan bolam, yaxshimisan? Dada, yaxshimisiz? 1-2 kun ketib ketdingiz. Bir haftadan beri uyga kelmaysiz. Xabar olib yetib keldim-da. Rahmat. Yaxshimisiz? Rahmat, sog' bo'l. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi, yurishibdi. Bu boyni mazasi yo'q. Kasalxonadan bugun chiqdi. Shunga ovqat qilib turgan edim. Dada, siz boyi xizmatkormassiz-ku. Nimaga unga qarashingiz kerak? Sen bu narsalarni tushunmaysan, bolam. To'g'ri xizmatkor emasman. Uni do'stiman. Do'sti bo'lgandan keyin qarayman-da. Yordam beraman. Do'st mana shunaqangi kunlarda bilinadi. Qo'ysangizchi dada. Yuring ketaylik undan ko'ra. Hozir uyga bora olmayman, bolam. Sen uydagilarga qarab turgin. Boysal o'ziga kelib olsin, albatta boraman. Dada.
Mayli, o'z bilasiz. Lekin qarigan chog'ingizda birovga xizmat qilishingiz menga yoqmayapti-da. Sekinroq gapirgin, hozir eshitib qoladi. Eshitsa tursin. Bor narsani aytyapman-da, dada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsan o'g'lim. Xushvaqt bo'ling. Abu ota-bola bir-birini sog'inib qolibsiz-da. Bash xotining-chi? Seni o'qitib yuribdi, kaldon-paldonlarga olib. Baxt yo'llarini bog'lab tashagan. Oyi, u bunaqa ishlarni bilmaydi. Hatto bilmaydi. Pismayvalib qilib yuradi. Zulfiya opa, Nodira Halilovnani ko'rgani boryapsizmi? Esing joyidanmi? Nega borarkanman? Erimi qatnab yurgani yetadi. To'xta. Nima kelding? Bor ket, bor. Nosirboy bilan biz bir-birimizga yelkadosh bo'lib yuribmiz. To'g'ri. Qani o'g'lim, endi uyga bora qol. Qayerga boradi? The glass shattered across the marble floor, the sharp sound echoing through the grand dining hall like a gunshot, instantly silencing every conversation in the room. Olivia Carter froze where she stood, her heart pounding violently in her chest as red wine spread across the pristine white carpet beneath her feet, staining it in a way that felt irreversible. Her hands trembled uncontrollably as she looked up, her eyes wide with fear, already knowing what was coming before a single word had been spoken. At the head of the long table, Ethan Caldwell slowly set his fork down with deliberate calm, the kind of calm that always came before something much worse, and every guest seated around him held their breath, unwilling to get involved, but unable to look away from what was about to unfold. "You've got to be kidding me," Ethan said, his voice low but sharp enough to cut through the air. And Olivia immediately lowered her head, her voice barely escaping her lips as she tried to apologize, her words breaking under the weight of fear. She bent down quickly, trying to wipe the spreading stain with a cloth, her movements rushed and unsteady. But before she could even begin to fix the damage, Ethan stood up, the scrape of his chair against the floor making her flinch. He stepped toward her slowly, his expensive shoes stopping right beside her shaking hands. And when he spoke again, his voice was louder this time, intentionally so, meant for every person in that room to hear. He mocked her, humiliated her, questioned her worth as if she were nothing more than an object that had failed its purpose. And while some guests shifted uncomfortably in their seats, not a single one dared to interrupt him. Olivia swallowed the lump in her throat and kept cleaning. Even as her vision blurred with tears, she refused to let fall, because she needed this job more than she needed her dignity in that moment. She whispered another apology, promising she would fix it, promising she would make it right, but Ethan only laughed. A cold, dismissive sound that made something inside her chest tighten painfully. He turned away, as if she no longer existed, already moving on, already done with the damage he had caused, leaving her there on her knees in front of strangers, reduced to silence and shame. From that night forward, the atmosphere in the mansion became even heavier for Olivia, as if that single moment had given Ethan permission to treat her worse than before. Every mistake, no matter how small, became an opportunity for him to remind her of her place. If a plate was slightly misaligned, he noticed. If the coffee wasn't exactly how he liked it, he complained. If she walked too slowly or spoke too quietly, he criticized her without hesitation, his words always laced with the same cold superiority that made it clear he saw her as less than human. And Olivia endured it all, day after day, because she had no choice. What Ethan didn't know, what no one in that house knew,
was that Olivia carried a weight far heavier than his cruelty. Every night, after the mansion fell into silence and the lights dimmed, she would retreat to her small room at the back of the house, a space so simple it barely felt like part of the same building. And she would sit on the edge of her narrow bed, pulling out an old, worn notebook from beneath her pillow. Her hands, the same hands that scrubbed floors and carried trays all day, would carefully flip through pages filled with neat handwriting, medical notes, and sketches of anatomical diagrams. Because Olivia Carter wasn't just a maid. She had once been a medical student, a brilliant one, forced to abandon her education when her mother fell seriously ill, and the hospital bills became more than they could ever afford. She had taken the job at the Caldwell Mansion, not because it was what she wanted, but because it was the only way she could keep her mother alive. Every paycheck she earned went straight to hospital bills, medications, and treatments, leaving almost nothing for herself. She ate whatever leftovers she could find, slept only a few hours each night, and still woke up every morning before sunrise, determined to endure whatever humiliation came her way if it meant buying her mother one more day, one more chance. And yet, despite everything, Olivia never let go of who she truly was. Late at night, when exhaustion threatened to take over, she studied. She read old textbooks she had managed to keep, watched online lectures on her phone with the volume barely audible, and practiced writing notes as if she was still sitting in a university classroom instead of hiding in a servant's room. It was the only thing that reminded her that her life had once held a different kind of promise, a different kind of future. Weeks passed, and Ethan remained completely unaware of the quiet strength living under his own roof. To him, Olivia was still just the maid who had embarrassed him in front of his guests, still the girl he could criticize without consequence, still invisible beyond the role he had assigned her. But everything began to change the night he collapsed. It happened suddenly. Ethan was in his study, reviewing documents late into the evening, when a sharp pain shot through his chest, stealing the air from his lungs and forcing him to grip the edge of his desk. At first, he tried to ignore it, convincing himself it was nothing more than stress, but the pain only intensified, spreading down his arm, making it impossible to stand. Within seconds, he was on the floor, struggling to breathe, his vision blurring as panic set in. Olivia was the one who found him. She had been passing by the hallway when she heard the faint sound of something hitting the ground, and without hesitation, she rushed inside. The moment she saw him lying there, something in her instincts took over, overriding every memory of how he had treated her. She dropped to her knees beside him, her movements suddenly precise, focused, completely different from the timid girl he had always known. "Sir, can you hear me?" she said firmly, checking his pulse, her voice steady despite the urgency of the situation. Ethan could barely respond, his breathing uneven, his body weak, but he looked at her, confusion flickering in his eyes as he watched her transform into someone else entirely. Olivia acted quickly, positioning him properly, loosening his collar, guiding his breathing, and calling emergency services with clear, professional instructions that left no room for panic. She stayed by his side the entire time, refusing to let him lose consciousness, speaking to him in a calm, controlled tone until help finally arrived. At the hospital, the doctors confirmed what could have easily become fatal if not treated in time. Ethan Caldwell had suffered a severe cardiac episode, and Olivia Carter had saved his life. The realization hit him slowly over the following days as he lay in a hospital bed, forced into stillness for the first time in years. He replayed the moment over and over in his mind, the way she had spoken, the way she had acted, the confidence, the knowledge.
It didn't match the image he had built of her at all. So he asked. And when he did, the truth finally came out. He learned about her past, her education, her mother, her sacrifices, the life she had been forced to leave behind. And for the first time in a very long time, Ethan Caldwell felt something unfamiliar settle in his chest. Guilt. Because the woman he had treated as worthless was, in reality, stronger, smarter, and more resilient than he had ever been. When he returned to the mansion weeks later, everything felt different, though the walls remained the same. He found Olivia in the kitchen one morning, moving quietly as she prepared breakfast, just as she always did. But this time, he didn't ignore her. "Olivia," he said, his voice quieter than it had ever been. She turned, surprised, her posture immediately straightening. "Yes, sir?" There was a pause, a moment where the old version of him might have said something cold, something dismissive, but instead he struggled to find the right words. "Thank you," he said finally. Olivia blinked, unsure if she had heard correctly. And in that moment, something shifted, not just in him, but in the space between them, because sometimes it takes losing control to finally see the truth that was right in front of you all along.